دلشاد بیک استودیو تقدیم کلده. Bul kecha shaxtu shakar birlashurlar. Ikki til, ikki shahar birlashurlar. Bir-biriga yetib oxiri qalb. Bul kecha ziru zabar birlashurlar. Qarsaklar bilan kelin-kelarni to'lamiz azlar. Baxtli bo'linglar, qo'sha-qo'shadan farzand ko'ring, daray yavray, yor yavray. İsyan için deme yavrey, yar yavrey. Şikin meşrepga aşkın, sen din duasın alğan ikin deme yavrey, yar yavrey. Kürgan ikin deme yavrey. Toylar mübarek.
Barakallah. Dünya bir bazardır ey farzand. Bilsen, rastalarda çalgıp kalmasan buldu. Dallallı, tüccardan yaxşı fark etsen, koynuna puç yangaq salmasan buldu. Dilde aziz hısnı ishqlar payda, la ko'zgusi erur, dilde svayda, sevgini asramak gerek her joyda, canını bekar kurban kılmasan buldu. Yurtumuzni bezer köp büyük tağlar. Yelkasidan düşer derya ırmaqlar. Aldından ötkende ni ermigağlar. Tamçыңды qazzıqqa ilmesen buldu. Mayli, Mekke'ge bar, yad ayla Kur'an. İslam ölmez sözdür sahibi Rahman. Mutiylik emasdir itiqad, iman. Fakat dinning quli bo'lmasan buldu. Alemden nima bar vaqtdan yuguruk. Adam eli bilan, yurt bilan tirik. Dünya boy bastingda etkanda ko'rik. O'z holingni ko'rib kulmasan buldu. Assalomu alaykum hurmatli, aziz muhtarama qadrli insonlar, xonimlar va janoblar, qadamlaringizga ming baraka sanatlar olsun. Ana shunday muhtasham chiroyli to'yxonada yozilayotgan to'kin dasturxonlar atrofina xush kelisizlar. Ana bugün ana shu davrada o'tirgan jamiki qaro ko'z uchun hurmatli bo'ladirgan, biz uchun ham shaxsan aziz, hurmatli, qadrli bo'ladigan bir ajoyib xonadon. Ya'niki Pashshajon enamizni xonadoni, Firoza akamni, Ro'zajon opalarimni xonadonlari bugün yana bir karra shodliklar, quvonchlar chulg'anib, Asadbek deb nom bergan farzandi Xudo xolasa bir chiroyli suluv qiz bilan Bismillah deb katta hayot bo'sag'asini qadam qo'yayotir. Ana shu qo'yayotgan qadamlari qutlug' bo'lsin, ulug' bo'lsin. Hurmatli Pashshajon enamni shaxsan o'zini, Firozajon akamizni o'zini, hurmatli Ro'zajon opamizni o'zini, Ro'zajon opamizning ham barcha sulolasini ana shu kungi yorqin kun bilan, Asadbekjonni bugungi to'ylari bilan yana bir karra muborakbod qilaman. Ilohim kelinchak o'zi birla xonadonga baxtni, fayzni, barakatlarni yetaklab kirib kelgani bo'lsin. Allohning o'zi bularning hayot yo'llarini bir qilib, peshonasina birga totuv hayot qurish baxtlarini, qo'sha qarib yurish baxtlarini, aziz ota-onalari kabi elda bir azizi mukarram bo'lib yurish baxtlarini, farzandlar ko'rish oliy ne'mat baxtlarini, ularga bular ham bugungidek hurmatli aziz ota-onasi kabi to'ylar qilib o'tirish baxtini yozib, Allah'ın o'zi hayot yo'lini bularni ham bir qilayotgani bo'lgay azizlar. Pashshajon enamni kichkina vaqtimdan beri ko'p yaxshi esga olaman, ko'p yaxshi taniyman, ko'p yaxshi hurmat qilaman. Pashshajon enam yanglishmasam bizlarni bag'irlarına basib, Allahlarimizni aytib avuntirgan bir muhtarama zot. Ilohim ömürleri uzun bo'lsin. Mana shu ikkalasini ham farzandini bizlar kabi allalarini aytib, bag'irlarına basib biz singari ularni farzandini ham Allahlar aytib avuntirib o'tirishni Allohning o'zi nasib qilavergay azizlar. Firoza akamiz haqida gap aytadigan bo'lsak, Firoza akam ham bir ko'ngli toza, ko'p ajoyib inson, mehnatdan qochmaydigan bir ko'ngli pok inson. Qancha vaqtlardan beri elni xizmatida yurgan bir ajoyib qalb egasi. Ana Firoza akamni akalari, bütün apalari, qadrdonlarni ham mana shu davrada o'tirgan har bir inson juda yaxshi bilib tilga oladi. Elga namuna bo'lg'uli bir ajoyib sulolani vakillari. Xudo xolasa men ishontirib aytamanki, hozir yonima taklif qilmoqchi bo'lgan inson Baxtiyorjon akam ham ana shu tilaklarimni, ana shu niyatlarimni isbotlagan holda hammaga xush kelibsizlarni aytib, Xudo xolasa davramizni qarsaklar bilan ochiq deb e'lon qilib qo'yadi deb. Marhamat akajon, tilaklarimiz. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari.
Başlıca yenemiz aktif gelin bilen tebrikliyiz. Pırınza ülkemizde. Yaşlar baxtlı olsun, üzerinden köpezin hizmetleri buyursun. Hem mak, yaş günlerde, toylarda tek nasip etsin. Hemen Devreler açık aslında. açık, devre açık. Ko'p yashag'ingiz baxtiyor aka, sog' bo'ling mudom, elingiz to'yili bo'lib, hamisha ana shu san'atkorlar kabi Xudo xolasa diydor ko'rishib yurmak hammamizga nasib ro'zi aylib yurgay. Hurmatli mehmonlar, qadrli insonlar, yana bir narsani men bir maroq ila, men shaxsan o'zim xursandchilik bilan ta'kidlashim kerakki, Allohning o'ziga, ya'ni ki yaratganga behisob shukronalar aytsam shaxsan men bugun arziydirgan oqshom. Sababi Asadbekni dadasi Firunza akam bilan muhtarama validasi Ro'zajon opamizni nikoh to'ylarini shaxsan o'zim boshqarib, shaxsan o'zim o'tkazib, ana bugun bularning farzandi kamol topib, farzandini ham Xudo xolasa to'ylarini boshlash bir baxtiga musharraf bo'lgan ekanmanki, behisob shukronalar aytsam arziydi azizlar. Iloyim har bir qalb egasini ana shu yerda chiroyli dasturxon atrofina qo'rlar to'kib o'tirgan jamiki qalb egasini ana shunday muborak damlarga, ana shunday ulug'vor bir ajoyib lahzalarga yetkazursin. Xudo xolasa ertaga chiroyli bayramlarimiz, ana biz singari ajoyib jurnalistlarni, blogerlarni kuni, Xudo xolasa ana undan keyin ham katta ajoyib bir bayramlarimiz kutayotir. Ana shu bayramlar hamma yurtdoshlarga muborak bo'lsin azizlar. Kelinglar, men navbatni san'atkorlarga berishimdan oldin, tanishtirishimdan oldin Asadbekjon sizdan bir chiroyli an'ana, bir urf odat, agarda joiz topsangiz, kelin qizimizni yuzini chiroyli bir qarsaklar bilan ochsangiz-da, agar joiz topsangiz. Bo'lmasa yana o'zingiz bilasiz. Chiroyli qilib qizimiz ham davramizni tomosha qilsin. Qarsaklar bilan olqishlaymiz. Rahmat. Dunyodagi eng oliy baxtlar sizlarni hayot yo'llaringizga hamroh bo'lsin. Bo'lmasa davramizni turistlarniki o'tirib bemalol joyingizni egallaysizlar. O'tiringlar, keling-kuyovlar. Hurmatli mehmonlar, qadrli davradoshlar. Bugun davramizda ajoyib sozanda, ajoyib go'yanda, ajoyib xonanda yigitlar joy egallabdi. Men kechroq keldim, ko'rib quvonib turibman. Qancha ta'rif bersak arzigulik bir chiroyli qalb egasi. Xorazm san'atini nafaqat Xorazmga guvohi bo'lib turibmiz, hammamiz ijtimoiy tarmoqlar orqali ham, ommaviy axborot vositalarining xodimlari orqali ham o'zining chiroyli bir yo'nalishiga ega bo'lgan. Ana shu yo'nalishi bilan, san'ati bilan, avvalo samimiy bir qalb egaligi bilan ajoyib ana shu kunlarga yetgan, ana shunday obro'lar tera ola bilgan, ana shunday martabalar tera ola bilgan aziz bir qadrli ukamiz Rashidjon Matniyozov bugun davramizdan joy egallabdi. Qadamlaringizga hasonatlar olsun Rashidjon. Atrofimda Rashidjonning ajoyib sozanda, go'yanda akalarimiz, do'stlarimiz bor. Necha yildan beri yoniga yelkadosh bo'lib, yonini qanday to'y bo'lishidan, qanday tadbir bo'lishidan qat'iy nazar, ey sen bilan birgaman deb fidokorona o'zini chiroyli bir jo'shqinliqlarni namoyon qilib kelayotgan ajoyib sozanda akalarimiz bor. Sizlarga ham ming rahmatlar olsun. Ko'p yashagaysizlar. Ana Xudo xolasa Hamidjon jiyan sho'rda shogird to'y zo'r bo'lib o'tadi. Ana shu zo'r bo'lib o'tajak to'yni Xudo xolasa asrlarga tatigulik qilib esda qoldiraman deb Dilshodbek studiyasini Al-Qomat yigitlari ana xizmatingizda shay turishdi. Bo'lmasa ajoyib satrlar bilan el ardog'iga, el izzatiga, ikromiga sazovor bo'lib kelayotgan qancha ta'riflarni keltirsam arziydirg'on
sanatkar kalp egasi, Xudo xolasa to'ylarni qiroli olib borayotgan, barib ulgurgan ajoyib dil egasi Rashidjon Matniyazovni xonishlariga navbatni beraman azizlar. Dunyoni yolg'onchi demas behuda. Dunyoni yolg'onchi demas behuda. İçinde mekri var, hilesi bisyor. Adamlarda gördüm, insanlarını gördüm. Etten, eğer faydan tekse, senke dostu yar. Hani kimse var mı aytku deyik menge, mende insaf vardır, vicdan var diye. Çünkü o satılgen. Çünkü o satılgen ayta almışsız. Şundan yürekkinem yanadır küye. Doğru pul tapasız her xil iş bilen. İşiniz kesmez, kesbingiz gıybet, kesbin yok birovni aytishdan başka. Ölüm musibetmez, şudur musibet. Çökkenini bilmisiz dil dağlarını, içini ot basadır tütün, puldarının öpesiz ayaklarını ata anangizden köresiz üstün. Birovda bar bolsa, mendeki bar olsa köralmısızlar. Mabada yok bolsa bir almısızlar. Afsus bu hakikat, afsus ki bu çin. Gaplerimni yalg'on deyolmaysizlar. Marhamat Rashidjon. Davlatvoy aka rahmat, sog' bo'ling. Hamidjon do'stimiz rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarning ham ijodlaringizga ijod tilaymiz. Hamma to'ylarda, bayramlarda shu elimizga xizmat qilavergaysizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mezbonlar, bizlar ham shu fursatdan foydalanib, xonadon egalariga, hamma qarindoshlarga to'ylaringiz muborak bo'lsin, farzandlaringiz baxtli bo'lsin. Rahmat. Bu farzandlaringiz ham farzandlari ko'p bo'lsin. Bugun Dilshodbek studiyasi bilan birga xizmatdamiz. Hammaning uyida shunday to'y bo'laversin iloyim. Düştü nezerim sevgili canım beri gel. Saçmış isli ufar sümbül reyhan beri gel. Al yanak küprüğü ol zülfi zeraktan beri gel. Canına sedhe bul ey sevgili canım beri gel. Halgali gam kaygını yer birleyeysam beri gel. Karşımda sen zavkı cemalın göreli. Gül yüzün şölesine saz bilen sohbet kuralı. Dost kadrini bilip düşmanı ota uğralı. Dünya 5 gündür öter zavkı safalar süreli. Dünya 5 gündür öter öttile devran beri gel. Çekerem her gecelerde ahuzarını seni. Mendin özge kim çeker bu bende zarını seni. Bir menem 100.000 tumavra zülftarını seni. Ah köksünde bitken alma enarından seni. Tutmasam yeter bir gün canımda erman beri gel.
beri bakıp naz bilen sallanasan, ya da kaşın üstüp her tamana tuğlanasan. Bir günü öldüresen ahir canım ağlasan, aleme şöyle sağan sen bir acayip sonasan. Hayırını köngülü sever ateşi sozan beri gel. Tutmasam yeter bir gün canımda erman. Beri gelen wow.